Hammaga salom do'stlar. Bugungi obzorimizda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomobilimiz Wuling kompaniyasidan mamlakat juda ham chiroyli bo'lgan minivan avtomobili bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz Wuling Starlight 730 avtomobili bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz to'liq elektr avtomobili. Zapas kodiga keladigan bo'lsak 500 km masofani bemalol bosib o'tadigan katta batareya bilan jihozlangan ushbu avtomobilimizni kelinglar ichki salonlarini ham bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p do'stlar, bu avtomobilimizda o'zini beskungachovoy do'stliklari bor. Также avtomobilimizda uchoy do'stliklari bor. Barcha avtomobilimizning orqa eshiklariga keladigan bo'lsak, orqa eshik elektronli bo'ladi. Narigi tarafi esa mexanik. Sabab yo'lda to'xtagan paytda ko'proq bu eshik ochilganini hisobiga joni elektronli qilingan. Xo'p do'stlar, ushbu avtomobilimizda 360 kamera deysizmi? Ikkinchi qator hamma joyda konditsionerlar to'liq ishlaydi. Tancha orqadan turib konditsionerni masalan orqaratga ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, avtomobilimizda 3 qatorli bo'ladi. 3-qatorda ham odam bemalol o'tirib ketsa bo'ladigan katta joyi bor. 3 ta odam bemalol sig'adi. Bu avtomobilimizda 7 o'rindiqli bo'ladi, водитель bilan qo'shganda. Xo'p, do'stlar, bunaqa avtomobil kim kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu avtomobilimiz turizm sohasi yoki qanaqadir biznes yoki dastavka sohalariga yoki odam tashish uchun juda ham ma'qul keladigan avtomobil. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 26500 dollarni tashkil qiladi. Do'stlar, bu avtomobilimizni narxi avtokreditga bemalol xarid qilsa bo'ladi. Agar mashina kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. To'liq ma'lumotlarni bizning kanalga yana obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosishni esdan chiqmasin.